Bunundan 6 aycha ilgari Yangisarlik muhojirlardan biri Yangisarning Steliyasida 19 yoshlik bir yigitning yeshi sababli lagerga akitilmoqchi bo'lganda o'zini o'ltirib olganligini inkos qilgan bo'lib, Erkin Osiyo radiosining bu yip uchunlarga asosan elib borgan bir qator aniqlashlar davomida 19 yoshlik Ibrohim Qosimning lagerga akitilish xavfiga duch kelganda o'zini o'ltirib olganligi dalillangan. Yangisarlik muhojirning ayni chog'da inkos qilishicha, Yangisarning Steliyasida o'ltirishliq 19 yoshlik bir yigit 2000 yili tug'ilganlik uchun Xitoyning xatarlik avlod kategoriyasiga kirgizilib, lagerga akitilish uchun soqchixonaga chaqirtilgan. Yigit soqchixonaning bu uqtirishini topshirib olgandan keyin o'zini o'ltirib olgan. Egilanishicha, Xitoyning Fujian o'lkasida ushshoq tijorat bilan shug'ullanayotgan Ibrohim Qosim internetda tomdan atlash orqali Kanadadagi Guli Maqsud bilan aloqalashgan. U Guli Maqsudga o'zining Xitoy o'lkalarida duch kelgan milliy kamsitishlar va Uyg'ur vaziyati haqida ma'lumot bergan. U bu jarayonda kompyuter ma'lumotidan foydalanib, Guli Maqsud bilan aloqasining izdirkini o'chirib olgan. U 2019 yili 12 oyga kelganda o'zining Yangisardagi soqchilar tarafidan chaqirtilganligi va lagerga solinganligini bildirib, Guli Maqsuddan o'zining izdirkini qilib turishni talab qilgan. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari komiteti 14 dekabr Twitterda bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Uyg'ur tadqiqotchi professor Rahila Davodni qo'yib berishga, Uyg'ur elida elib berayotgan madaniyat buzg'unchiligiga xotima berishga chaqirgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining ikki qo'sh raisining nomidagi mazkur bayonot Rahila Davod tutqun qilinganligining 3 yillik munosabati bilan e'lon qilingan. Bunun oldida Amerika Tashqi ishlar ministrligi Rahila Davodni o'z ichiga olgan tutqundagi Uyg'ur ayollarining videosini ishlab tarqatgan edi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetining bayonotida Uyg'ur tadqiqotchi Rahila Davod g'oyib bo'lganligining 3 yillik xotir kunida komitet raislari Xitoy doiralarini uni xohlagancha tutqun qilishdan qo'yib berishga, Sharqi Turkistonda yurgizayotgan madaniyat buzg'unchiligiga xotima berishga chaqirdi. Bu yil 52 yoshlik Rahila Davod 2017 yili 12 oyda g'oyib bo'lgan. Xitoy hukumati hozirga qadar uning izdirki haqida hech qanday uchur berib boqmagan bo'lsa-mu, lekin uning lagerga ilib ketilganligi ilgari surilib keldi. Xitoy tarixdagi Ipak yo'lini asliga keltirishni maqsad qilgan bir balvoq bir yo'l tashabbusining bir qismi sifatida qatnash ul aslahalarga mablag' solgan davlatlarda qarz va qarz yordami bilan ta'sir kuchini kundan-kunga oshirmoqda. Pakistan gezitining xabariga qaraganda, Xitoy Pokistonning Saudiya Arabistonga 2 milliard dollar qarzini to'lash uchun 1.5 milliard dollar iqtisodiy yordam bergan. Gezitning Moliya ministrligi va Markaziy bankining manbalaridan naql qilgan xabarlarga qaraganda, Beijing hukumati bu yordamni hukumat yoki shaxsiy qarz shaklida emas, balki 2011 yili Islomobod hukumati bilan tuzgan tashqi pirovod kelishimining doirasini kengaytirish orqali qo'llagan. Amerikada saylam komiteti prezident va muavin prezidentga bilet tashildi. Bilet tashlash natijasida hayron qolarlik ish bo'lmadi. Bayden 538 vakildan 306 biletga erishib, 270 o'tkaldan o'tdi. Amerika saylamining g'olibi Joe Biden hozir Oqsaroyga kiradigan kunlarini sanashga boshladi. Saylamda prezident Trump 232 biletga, Joe Biden bo'lsa 306 biletga erishdi. Biletlar poytaxt Washingtondagi parlamentga avatiladi. Saylangan prezident 6 yanvar parlament tarafidan rasmiy e'lon qilinadi. Xitoyning Shanxay shahridagi Changjiang daryosi eg'izida 2 paroxod so'qilgan. Hodisada 3 odam o'lgan. Okeaniya va Xinjiang 69 nomli 2 yuk paroxodi Shanxayning shimolidagi Changjiang daryosining sharqiy Xitoy dengiziga qo'yilish eg'izida so'qilgan. Xabar qilinishicha, uzunligi 165 metr bo'lgan 650 tonna yuk qachilangan Xinjiang 69 paroxodi voqeada o'rilib ketgan. Qutquzish xodimlari 16 paroxod xodimining 8-ni qutqizib olgan bo'lib, 3 kishining jasadi topilgan. Yo'qolib ketgan 5 odamning izlash xizmati davomlashmoqda.